Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-mart kunidan 6-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 1 va 2-mart kunlari 0.5 daraja sovuq, 3-6-mart kunlari kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 1 va 5-mart kunlari 2-7 daraja iliq, 6-mart kuni 4-9 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 1-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 1-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 2 va 5-mart kunlari kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 6-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 1 va 2-mart kunlari 0.5 daraja sovuq, 3-6-mart kunlari kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 1 va 5-mart kunlari 2-7 daraja iliq, 6-mart kuni 4-9 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 2-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 1-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 2-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 9-14 daraja iliq. 3-5-mart kunlari kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 6-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 2-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 1-mart kuni 18-23 daraja iliq, 2-5-mart kunlari 10-15 daraja iliq. 6-mart kuni 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 1-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 2-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 9-14 daraja iliq. 3-5-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 6-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 1-6-mart kunlari kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 1-mart kuni 2-7 daraja iliq, 2-mart kuni 0.5 daraja iliq. 3-4-mart kunlari 0.5 daraja sovuq, 5-6-mart kunlari 0.5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Do'stlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr, salomat bo'ling.